Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Tanqidiy fikrlashni o'rganishda davom qilamiz. Bugungi darslarimizda ham to'g'ri va noto'g'ri fikrlarga oid savollarni birgalikda tahlil qilamiz. Birinchi savolimiz: o'quvchilar ertaga 7:00 gacha maktabda bo'lsalargina maktabda tashkil etilayotgan xalqaro festivalga qatnasha oladilar. Demak, 7:00 gacha maktabda bo'lish bu bitta shart. Boshqa shartlar ham bor. Oxirgi natijamiz bu festival. Endi Kamron: Ali ertaga 6:50 da maktabga bordi. Demak, aniq festivalga qatnashadi. Demak, bu noto'g'ri fikr. Chunki bu yerda bitta shart bajarilyapti, natija bo'ladi deyapti. Kamronning fikri noto'g'ri. Javlonning fikri: Latofat ertaga bo'ladigan festivalda qatnashishi shart. Demak, u ertaga 7:00 gacha maktabda bo'lishi kerak. Buning fikri to'g'ri. Ya'ni bu festivalda qatnashish shart, demak hamma shartlarni bajarish kerak. Faqat Javlonning fikri to'g'ri. Bolalar har kuni shaxmat mashg'ulotlarida qatnashsalargina respublika musobaqada g'olib bo'la oladilar. Ya'ni har kuni mashg'ulotlarda qatnashish bu bitta sharti. Oxirida natija bu g'olib bo'lish. Sardor akam shaxmat to'garagiga har kuni qatnashadilar, demak ular g'olib bo'ladilar desa, bu fikr noto'g'ri fikr bo'ladi. Chunki bu yerda bitta shart bajarilyapti, faqat bitta ko'prikcha bosib o'tilyapti, natija bor deyapti. Nilufarning fikri: Mening akam shaxmat bo'yicha g'olib bo'la olmadilar. Menimcha ular ba'zida shaxmat to'garaklariga bormaganlar. Buni fikri ham noto'g'ri. Har kuni shaxmat to'garagiga borib turib ham natijaga erishmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni guruch bo'lib turib ham osh pishmagan bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda ikkalasining fikri ham noto'g'ri. Uchinchi savol: Uyda elektr toki bo'lsagina telefonni quvvatlash mumkin. Demak, elektr toki bo'lishi bu bitta shart. Bu telefonni quvvatlash, bu natija. Endi qaraymiz. Islombek: Azizaning uyida kecha elektr tarmog'idan uzib qo'yildi. Uning telefonida quvvat tugagan, demak Aziza telefonni uyda quvvatlay olmaydi. Buning fikri to'g'ri. Ya'ni shart bajarilmayapti, uyda elektr toki yo'q, demak telefon quvvatlana olmaydi. Shahrizoda: Lazizning telefoni quvvat to'la, demak ularning uyida elektr toki bor. Ya'ni bu yerda natija bor, demak shart bajarilgan deyapti. Uning fikri ham to'g'ri. Demak, ikkalasining fikri ham to'g'ri. To'rtinchi savolga o'tamiz. Shavkat soyabon olsa, demak yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi. Endi Ravshanning fikri berilgan. Soyabon olsa, yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi. Bu demak soyabon bu oxirgi natija. Yomg'ir. Shunaqami? Soyabon olsa, yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi. Hozir yomg'ir yog'mayapti, demak Shavkat soyabon olmagan. Yomg'ir yo'q, demak soyabon ham yo'q. Bu to'g'ri fikr. Tashqarida yomg'ir yog'yapti, demak Shavkat soyabon olgan. Yomg'ir bor, soyabon bor deyapti. Bu noto'g'ri. Chunki shartlarning bittasi bu yomg'ir. Faqat Ravshanniki to'g'ri shunda. 5-savol: O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakultetiga o'qishga kirish uchun kamida 1 yil mobaynida matematikadan qo'shimcha kurslarga qatnashish kerak. Suhrobning fikri: Sardor 2 yildan buyon O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakultetiga o'qishga kira olmayapti. Demak, Sardor matematikadan qo'shimcha kurslarga bormagan. Demak, kamida 1 yil davomida matematika kursiga borish bu bitta shart. Bu yerda boshqa shartlar ham bor albatta. Oxirida o'qishga kirish. Endi bu Sardor o'qishga kira olmayapti deydi. Demak, Sardor matematikadan qo'shimcha kursga bormagan. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni uyda osh pishmadi, demak uyda guruch bo'lmagan deyapti. Noto'g'ri fikr. Jasur: Hoshim uyda hech qanday qo'shimcha kurslarsiz 2 yil mobaynida matematikadan tayyorgarlik ko'rdi. Demak, O'zbekiston universiteti matematika fakultetiga kira oladi. Buning fikri ham noto'g'ri, chunki yuqoridagi gapda kursga borish haqida aytgandi. Kursga borsa kira oladi degandi. Demak, ikkalasining fikri ham noto'g'ri bu yerda. 6-savol: Dehqonning fikriga ko'ra, issiqxonada ekilgan pomidor yaxshi hosil berishi uchun uni o'z vaqtida mineral o'g'itlar berish bilan bir qatorda tez-tez yerni yumshatib turish ham zarur. Demak, mineral o'g'itlar berish bitta, demak ko'prikcha, yumshatib turish bitta ko'prikcha. Kamronning fikri: Dilshod o'z issiqxonasi yerini
har 2 kunda yumshatib turibdi. Demak, shu yili pomidorlarni albatta yaxshi hosil oladi. Bu noto'g'ri. Ya'ni bitta shart bajarilyapti, natija bo'ladi, deyapti. Tog'abek. Nursaid o'z issiqxonasida ekilgan, o'z issiqxonasidagi ekinlarni o'z vaqtida mineral o'g'itlar bermadi. Demak, uning pomidorlari yaxshi hosil bermaydi. Bu yerda shartlarni bittasi bajarilmagan, demak natija bo'lmaydi, deyapti. Bu to'g'ri fikr. Ya'ni shartlarni bittasi bajarilmay qolsa ham natijaga erishib bo'lmaydi. Guruch yo'q, demak osh pishirib bo'lmaydi degan fikrga o'xshash. Demak, bu yerda faqat Og'abekning fikri to'g'ri. 7-savol. Ajdarxonni o'ldirish uchun jasorat kerak, ham yetarlicha kuch kerak. Demak, jasorat bitta ko'prikcha, kuch bitta ko'prikcha, yana nechadir ko'prikchalar bor bizda. Jasorat, kuch, oxirida ajdarxonni o'ldirish natija. Shahla aytadi. To'ng'ich Botir ajdarxonni o'ldirdi, demak jasorat bor. To'g'ri, demak unda jasorat ham, kuch ham bor. Asal. Kenja Botirda yetarlicha kuch yo'q, demak ajdarxonni o'ldira olmaydi. Demak, kuch yo'q, bitta shart bajarilmagan. Demak, natija bo'lmaydi, deyapti. To'g'ri. Ikkalasining fikri ham to'g'ri. 8-savol. Non yopish uchun un bilan bir qatorda suv ham kerak. Endi Zahro aytadi. Halima xolaning uyida un va suv bor, demak ular non yopa oladilar. Ya'ni Halima xolaning uyida un va suv bor. Ular non yopa oladi, deyapti. Bu shartlar bajarilgani bilan, lekin natija bo'lmasligi mumkin. Ularda tandir bo'lmasligi mumkin yoki ularda non yopadigan odam bo'lmasligi mumkin. Tushunarlimi? Ya'ni guruch bor, sabzi bor, demak osh pishira olamiz degan fikr noto'g'ri edi-ku. Shunga o'xshash. Fayoza. Farizoda bugun non yopa olmadi. Demak, uning uyida yoki un yoki suv bo'lmaydi. Hozirgi fikriga o'xshash bu ham. Ya'ni narsalar bo'lib turib ham yopilmagan bo'lishi mumkin. Fayozaning gapi ham noto'g'ri. Demak, bu yerda ikkalasining ham noto'g'ri fikrlar. 9-savol. Fizika fanidan universitetda dars o'tib olish uchun o'qituvchi fizika va matematika fanlaridan chuqur bo'lishi hamda ish tajribasiga ega bo'lishi kerak. Muhammadning fikri. Jahongir fizika va matematika fanlaridan yaxshi biladi, ish tajribasiga ham ega, demak matematikadan dars bera oladi. Bu noto'g'ri. Ya'ni fizika matematikani bilish bitta demak ko'prikcha, tajriba bitta ko'prikcha edi. Bu yerda ikkita ko'prikcha ham bor, demak natija bo'ladi, deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni osh pishirish uchun guruch va sabzi kerak. Bizning uyda guruch va sabzi bor, demak osh pishadi desa, bu noto'g'ri bo'lardi-ku. Shunga o'xshash. Endi Gavhar. Shodmonjon universitetda fizikadan dars beradi. Ya'ni bu yerda endi natija bor, qarang. Universitetdan dars beryapti. Demak, shartlarning hammasi bajarilgan. Demak, u ish tajribasiga ega, demak, u fizikani biladi, demak, matematikani biladi. Ya'ni Gavharning fikri bu yerda to'g'ri. O'tin yoqish uchun gugurt bilan bir qatorda kislorodli muhit ham zarur. Xo'p, gugurt, kislorod kerak, lekin gugurt, kislorod bor degani bu o'tin yoqa oldik degani emas-ku. To'g'rimi? Endi qaraymiz. Atmosferaning yuqori qatlamida kislorodli muhit mavjud bo'lmagani uchun u yerda olov yoqilmaydi. Ya'ni kislorod yo'q, olov yoqilmaydi. To'g'ri fikr. Nimadir shart bajarilmagan, demak natija bo'lmaydi. O'rmonda juda ko'p miqdorda kislorodli muhit va o'tin bor, demak u yerda o'tinlarni yoqish muammosiz. Bu yerda ikkita narsa ham bor, deyapti. Demak, yoqish muammosi yo'q. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni shartlarning ikkitasi ham bor ekanligi bu natijani bor ekanligini anglatmaydi. Fuzaylning fikriga ko'ra, raketa kosmosga uchishi uchun uning yoqilg'isi kamida 500 litr bo'lishi kerak. Isomxon. Samon raketasi yoqilg'i 1000 litr, demak kosmosga chiqa oladi. Bu noto'g'ri. Ya'ni shartni bajarilgan ekanligi bu natijani bor ekanligini kafolatlamaydi. Humoyun. Yoqilg'isi 500 litrdan kam bo'lgan raketaning ba'zilari ham kosmosga chiqa oladi. Bu fikr ham noto'g'ri yuqoridagidan kelib chiqadigan bo'lsak. Chunki kamida 500 litr bo'lishi kerak degan yuqorida ikkalasining fikri ham noto'g'ri. Doimo badan tarbiya bilan shug'ullanuvchi va vitaminlarga boy sabzavotlarni iste'mol qiluvchi kishilar keksaganda sog'lom bo'ladi. Demak, doimo badan tarbiya bilan shug'ullanuvchi bitta yacheyka, vitaminga boy sabzavotlarni iste'mol qiluvchi bitta yacheyka, endi keksaganda sog'lom bo'lish bu natija oxirida. Endi Malika. Jamshid doimo badan tarbiya bilan shug'ullanadi va vitaminlarga boy sabzavotlar iste'mol qiladi. Demak, keksaganda sog'lom bo'lish aniq. Bu noto'g'ri. Ya'ni shartlar bajarilgan, natija aniq bo'ladi, deyapti. Bu noto'g'ri.
Endi Gulnoza. Jahongir muntazam ravishda badan tarbiya mashqlarini bajaradi. Demak, qaraganda sog'lom bo'ladi. Ya'ni bu bitta shart bajarilyapti. Bunda natija bo'ladi, deyapti. Bu ham noto'g'ri. Demak, ikkalasining fikri ham noto'g'ri. 13-savol. Dasturlash sohasida kuchli mutaxassis bo'lish uchun tajribali ustoz hamda ahil jamoa kerak. Demak, tajribali ustoz bitta, ko'prikcha, ahil jamoa bitta, ko'prikcha, oxirida natija. Demak, Malika dasturlashni o'zi o'rganyapti, demak kuchli dasturchi bo'la olmaydi. Bu to'g'ri. Chunki kuchli ustoz kerak deganda yuqoridagi fikrda. O'zi o'rgansa ham kuchli dasturchi bo'lishi mumkin-ku deyishlaringiz mumkin. Yo'q, o'zimizning fikrimizdan kelib chiqib aytmaymiz. Yuqoridagi fikr bo'yicha savollarga javob beramiz. Hasan. Mardona 4 yillik tajribaga ega ustoz hamda yaqin do'stlardan iborat dasturchilar jamoasi bor, demak kuchli dasturchi bo'la oladi. Bu yerda ham noto'g'ri fikr. Ya'ni demak shartlar bajarilgan, demak natija bo'ladi, deyapti. Bizda demak guruch bor, bizda sabzi bor, demak osh pishadi, deyapti. Bu noto'g'ri fikr. Demak faqat Baxtiyorning fikri to'g'ri bu yerda. Yakuniy nazorat imtihoni boshlanishi uchun imtihonga kamida 20 ta talaba kelishi zarur. Xo'p. Demak, kamida 20 ta talaba kelishi bu bitta shart. Bitta ko'prikcha. Boshqa ko'prikchalar ham bor bu yerda. 20 ta odam kelgandan keyin ham nimadirlar bo'lsa, imtihon bo'lmay qolishi mumkin. Javohir aytadi. Kecha imtihon bo'lmagan ekan, demak imtihonda 20 dan kam talaba borgan. Bu noto'g'ri fikr. Hozir aytganimiz kabi 20 ta kelgan bilan baribir demak bo'lmagan bo'lishi mumkin imtihon. Jamshid, bizning guruhda 19 kishi o'xshaydi, demak bizning guruhimizda imtihon bo'lmaydi. Bu to'g'ri fikr. Faqat Jamshidning fikri to'g'ri. Chunki shart bajarilmasa natija bo'lmaydi. 15-savol. Toshkentdan Xorazmga borish uchun kamida 1100 km yo'l yurish kerak. Xo'p. Demak, kamida 1100 km yurish bu shart. Ya'ni bitta ko'prikcha. Endi to'g'ri yurish, shu to'g'ri yo'nalish bo'yicha yurish ham bitta, demak katakcha, yana katakchalar bor bu yerda. Endi qaraymiz. Azimboy Toshkentda yo'lga chiqib 1100 km dan kam yo'l yurdi, demak u Xorazmga bormagan. Ya'ni shart bajarilmadi, natija yo'q, deyapti. To'g'ri. Azizbek, Toshkentdan yo'lga chiqib 1100 km dan ko'p yurgan barcha Xorazmga boradi. Ya'ni 1100 km yurdi, demak Xorazmga boradi, deyapti. Bu fikr noto'g'ri. Demak, faqat Shohrozbekning fikri to'g'ri bu yerda. Keksaganda sog'lom bo'lishni istagan kishilar to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishi va muntazam ravishda jismoniy tarbiya mashqlarini bajarishi lozim. Demak, to'g'ri ovqatlanish bitta yacheyka, mashqlar qilish bitta, demak ko'prikcha. Zara. Jamshid muntazam ravishda jismoniy tarbiya mashqlarini bajaradi, shuning uchun keksaganda juda sog'lom bo'ladi deb o'ylayman. Bu noto'g'ri fikr, ya'ni shart bajarilgan, natija bo'ladi, deyapti. Sergey. Jamshid noto'g'ri ovqatlanadi, shuning uchun keksaganda sog'lom bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda shart bajarilmagan, natija bo'lmaydi, deyapti. Demak, Sergeyning fikri to'g'ri. 17-savol. Futbolchilarga o'yinda ishtirok etish imkoniyati berilmasa, ular mashg'ulotlarga borishni istamaydi. Demak, bitta sharti bu, demak, o'yinda ishtirok etish. O'yinda ishtirok etishni aytsa, bitta shart. Yana boshqa sabablar, oxirida demak, bu mashg'ulotni xohlashi. Mashg'ulotni xohlaydi. Endi Behruzga o'yinda ishtirok etish imkoniyati berildi. Shuning uchun u albatta mashg'ulotlarga boradi. Ya'ni o'yinga qatnashish imkoniyati berildi, demak mashg'ulotga boradi, deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni o'yinda ishtirok etish imkoniyati berilgan bilan bitta shart bajarilgan bilan natija bo'lmaydi. Guruch bor degani bu osh bor ekanligini anglatmaydi. Og'abek. Bekzodga o'yinda ishtirok etish imkoniyati berilmadi, shuning uchun mashg'ulotlarga borishni istamasligi aniq. O'yinda mashg'ulotlarni xohlamaydi. Bu to'g'ri. Demak, faqat Og'abekning fikri to'g'ri bu yerda. 18-savol. O'quvchining matematika kitobi bo'lsa, yana matematikadan uy vazifasini qila oladi. Demak, kitob bo'lishi bu bitta shart. O'zi ham xohlashi bu ikkinchi shart. Tinch joy bo'lishi uchinchi shart. Boshqa bir qancha shartlar bor. Demak, Aziza, men Kamolaning matematika kitobi borligini ko'rdim. Mana kitob bor. Bu degani matematikadan dars tayyorlayapti degani bildiradimi? Yo'q.
Laylo, Lobar menga matematikada uy vazifasi qilayotganini aytdi. Demak, matematika kitobi bo'lsa kerak. Ha, bu uy vazifa qilyapti. Demak, kitobi ham bor. Demak, xohishi ham bor. Demak, tinch joy ham, ya'ni boshqa shartlar ham bajarilgan bu yerda. Layloning fikri to'g'ri. Sehrli orolda kun quyoshli bo'lsagina aholi soyabondan foydalanadi. Ya'ni kun quyoshli bo'lishi bu quyosh bitta shart. O'zida soyabon bo'lishi yana shartmi? Shart. Boshqa yana bir qancha shartlar bor. Masalan, o'zimiz qo'yaveramiz, lekin bitta shart bu quyoshli bo'lishi. Endi qaraymiz. Jumoboy sehrli orolda yashaydi va bugun quyoshli ekanligini aytdi. Demak, Jumoboy albatta soyabondan foydalanayotgan bo'lsa kerak. Ya'ni quyoshli kun, demak soyabondan foydalanyapti. Bu noto'g'ri. Shokir: mening akam sehrli orolga sayohatga ketgan edi. U yerda Robinson Crusoe soyabondan foydalanayotganini ko'rib qoldi. Demak, o'sha kun orolda kun quyoshli bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni soyabondan foydalanyapti, demak quyoshli. Bu to'g'ri. Ya'ni natija bor, demak shart bajarilgan bu yerda. Hammasini shu ketma-ketlikda, shu formula bo'yicha demak qo'llab borsak, umuman qiyinchilikka duch kelmaymiz. Hammasi bir-biriga o'xshash savollar. 20-savol. Azbek bozorda bo'lgan vaqtida yonida ortiqcha pul bo'lsagina yangi kitob sotib olishi mumkin. Demak, ortiqcha pul bu bitta demak shart. Bitta shart faqat. Oxirida natija kitob sotib olish, to'g'rimi? Endi qaraymiz. Men Azbekning bozordan kitob sotib olayotganini ko'rdim. Demak, ortiqcha pul bo'lgan bo'lsa kerak. Bu to'g'ri. Ya'ni kitob sotib olyapti, demak puli bor. Natija bor, ya'ni shart bajarilgan. Behzod: Azbek mening yonimda ortiqcha pul borligini aytdi. Demak, bu kitob sotib olsa kerak. Ortiqcha pul bor, demak kitob sotib oladi, deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni bu yerda shart bajarilgan, natija aniq bo'ladi, deyapti. Bu noto'g'ri bo'ladi. Demak, faqat Otabekning fikri to'g'ri. Video davomida tushunarsiz bo'lgan, siz o'rganishingiz qiyin bo'lgan savollar bo'lgan bo'lsa, yozib qoldiring. Albatta qo'ldan kelgancha boshqacha metodlar, boshqacha usullar bilan o'rgatishga harakat qilamiz. Barchangizga tanqidiy fikrlashni o'rganishda, prezident maktablariga tayyorgarlik ko'rishda omad yor bo'lsin.